Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: Alloh yo'lida yaxshi ko'rishlik, bu hozirgi kunda telefon orqali birov bilan shunaqa erkak bilan, ya'ni ayol bilan Alloh yo'lida yaxshi ko'rishligini bir-biriga izhor qilishligi va shu narsani amalga oshirishligi joizmi? Va yoki insonlar bu telefon orqali bu ishni qilganda uning shartlari va vojibotlarini qoyim qila olmay qoladi degan gap to'g'rimi debdilar. Haqiqatda aslida Alloh taoloning yo'lida yaxshi ko'rishlikning fazilatlari ko'p. Bunda hadislar ko'p, oyatlar ko'p. Bunda oldin to'xtalgandik. Shulardan biri Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar: Al-mutahabbuna fillah ala manabira min nur. Alloh yo'lida yaxshi ko'rishgan kishilar qiyomatda nurdan bo'lgan minbarlar ustida bo'ladi. Shu jumladan sab'atun yuzilluhumullohu fi zillih. 7 toifani Alloh taolo qiyomatda arshidan boshqa soya bo'lmagan kunda arshining soyasi ostiga oladi deganda, Alloh yo'lida yaxshi ko'rgan 2 kishini ijtama'a alayh va tafarraqa alayh. Shu Alloh yo'lida yaxshi ko'rishgan, Alloh yo'lida ajralishgan ana shu insonlarni arshda soyasidan bo'ladigan soyada soyalanadigan insonlar 7 tadan biri deyilgan. Bunda boshqa fazilatlar ham bor. Aslida Alloh yo'lida yaxshi ko'rishlikda umumiyligi bor, xosligi bor. Umumiy Alloh yo'lida yaxshi ko'rishlik, ya'ni hamma mu'minni mana yaxshi ko'ramiz. Alloh yo'lida hamma mu'minni yaxshi ko'ramiz. Endi bu umumiy. Innamal mu'minuna ikhwa degan oyatga binoan. Albatta mu'minlar birodarlardir. Ya'ni bir-biri bilan xuddiki aka-ukadek yaxshi ko'rishligi bor. Albatta xos yaxshi ko'rishlik ham bor. Shuning uchun ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va sahobalar Makka dan Madinaga hijrat qilib kelganda har ikki kishini o'zaro bir-biriga birodar qilib qo'ygandilar. Masalan, Abdurrahman ibn Avf bilan Sa'd o'rtasini muhojir va ansor birodar qilib qo'ygandilar. Xuddi shuningdek Rasululloh Salmon bilan Abu Dardo o'rtasini birodar qilib qo'yganlar. Va hokazo ko'p bunaqa sahobalar o'zaro o'rtalarida birodar qilib qo'ygan. Bu xos uxuvvat deyiladi. Bundan maqsad nima? Birodar qilib qo'yishdan maqsad o'zaro bir-biriga yordamchi bo'lsin, suyanchiq bo'lsin. Xususan mana muhojirlar yurtini tashab hijrat qilib kelgandan keyin begona yurt, begona joyda, begona insonlar, hech kimi yo'q. Hamma narsa unga yangitdan boshlanyapti. Tabiiyki inson bu holatda o'zini yolg'iz his qiladi. Begona his qiladi, siqiladi. Shu holatda ularga yordam bo'lsin degan ma'no ko'zda tutilgan bu yerda. Ana shu Alloh yo'lida ikki kishi yaxshi ko'rishadi, xos bir yaxshi ko'rishadi, go'yoki ana u akasidek, ukasidek dardlashadi, bir-biri bilan iymonlashadi, bir-birini yaxshilikka buyuradi, bir-birini yomonlikdan qaytaradi, bir-birini g'amini aritadi. Ana shu ma'nolar bor. Alloh yo'lida yaxshi ko'rishlikdan mana shu ma'nolar chiqadi. Shuning uchun mana bu ma'no hozirgi kunda ham telefonda bo'ladimi, boshqada bo'ladimi farqi yo'q. Men shunaqa deb o'ylayman, Alloh alam. Bundagi eng katta g'oya shu. Ular bir-birini iymonga chaqirib turadi, bir-birini islohga chaqirib turadi, bir-biridan hol-ahvol so'rab turadi. Dunyo narigi chekkasida bo'lsa ham boshiga bir muammo tushsa yordam beradi, qo'ldan kelgan ishini qiladi. Mana shu ma'nolarni qilsa bo'ladi, dunyo narigi chekkasida bo'lsa ham. Ya'ni chunki Alloh yo'lida yaxshi ko'rishgandan keyin ham ular bir-biridan ajralmasin degan joyi yo'q-da. Mana yuqoridagi Salmon bilan Abu Dardo. Abu Dardo Shomga ketgan, Salmon esa Makkada bo'lgan. Abu Dardo shunda chaqiradi Salmonni. Halumma ila ardil muqaddasa. Arz muqaddasaga, ya'ni Baytul Maqdis yerlariga kelmaysizmi deydi. Salmon aytadiki, innal arda la yuqaddisu ahadan. Innama yuqaddisul mar'a amalu. Yer hech kimni muqaddas qilib qo'ymaydi. Insonni amali muqaddas qiladi deydi. Ya'ni bu yerda maqsad shuki, bu gapdan mana hozir Salmon boshqa joyda, Abu Dardo boshqa joyda yashab yuribdi bir-biri bilan, lekin ular birodar. Islomning avvalida to'g'ri bu birodarlik nihoyatda qattiq edi, hattoki ular bir-biridan meros olardi. Lekin keyinchalik bu bekor qilindi, meros olish yo'q. Haqiqiy aka-ukalargina birdan meros oladi. Unaqa birodar tutinganlar bir-biridan meros olmaydi. Endi mana bu hukm bekor qilingandan keyin
Ana insonlar shunchaki bir-birini yaxshilikka targ'ib, yomonlikdan qaytarish suratida birovdan hol ahvol so'rab qo'yish, dardlashish suratida birov bilan do'st tutinishligi joiz bo'ladi inshaalloh. Va bular insonlar bir-birini yaxshi ko'rganda Alloh uchun bildirib qo'yishlik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldida bir kishi ya Rasululloh men bir palonchi odamni yaxshi ko'raman deydi. Rasululloh bildirdingmi deydi. Yo'q desa tur bildirib qo'y deydi. Ya'ni men Alloh uchun seni yaxshi ko'raman, Alloh yo'lida seni yaxshi ko'raman deb shunga bildirib qo'yadi. Vallohu alam.